Yo, barcha salom bo'ladi. Men ismim Kapot va mana video roligimga xush kelibsizlar. Obunachilar, qisqasi qaranglar. Bugun ortimizda ko'rib turganingizdek juda ham issiq va juda ham sovuq bo'lgan yerlarga kirib tekshirib ko'ramiz. Bu yerda juda ham qiyin, bir-biridan ajoyib va bir-biridan qiyin challenge'lar bo'ladi va bu yerlardan o'tib chiqishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni challenge ham emas, ya'ni bosqich desa ham bo'ladi. Va obunachilar ko'p sizlarni kuttirmasdan mana bu hop qaysi yerdan boshlasam ekan? Mayli obunachilar bo'lmasa biz birinchi o'rinda mana bu yerdan boshlaymiz. O'zimizdan ajoyib va g'aroyib issiqqina yerdan. Lekin obunachilar bu yer issiq yoki bu yer ham sovuq. Mayli, bo'lmasa birinchi mana shu issiq turgan ekan, birinchi mana shu issiqlikdan kirib, nima desam bo'ladi, challenge'lardan, ya'ni bosqichlardan o'tib ketsak bo'ladi menimcha obunachilar. Juda ham ajoyib. Mayli. Bo'lmasa asta-sekinlik bilan kirib oramiz obunachilar. Men qaraylar juda ham anov ko'rinmoqda, qiyin ko'rinmoqda, lekin obunachilar qo'rqmagan holda asta-sekinlik bilan o'tamiz obunachilar. Men qaraylar juda ham g'alati. Mayli, nima bo'lganda ham obunachilar biz o'tib ketaveramiz. Xavotirga umuman o'rin yo'q. Mayli, yaxshi, issiqligini bu yerda. Juda ham issiq obunachilar. Men qaraylar juda issiq. Mayli, nima bo'lganda ham baribir ham asta-sekinlik bilan o'tib olishimiz kerak. Mana bu yerdan o'tish kerak obunachilar. Mana bu bloklardan o'tish kerak. Mana bu qizil bloklar juda ham issiq ekan. Ehtiyot bo'lishimiz kerak. Xo'p, ehtiyot bo'lamiz. Xo'p, bu eshik yopiq ekan. Xo'p, issiqligini qaranglar bu yerda. Xo'p, qaysi bu yerda obunachilar, qaysi gradusda topishim kerak? Necha gradus bu yerda, necha gradus turganini, ya'ni bilmadim, 90 gradusmi yo'q, 90 gradusda aniq pishib ketardim. Bilmadim, obunachilar 50 gradusdir balkim yoki bilmadim, yoki 40 mi? Mayli, kelinglarchi. Yop, ehtiyot bo'lishimiz kerak obunachilar. Xato. Menimcha mana bu yaxshi. 50 gradus ekan obunachilar, 50 gradus juda ham issiq-ku. Odamlar bilmadim, juda ham mayli, nima bo'lganda ham obunachilar, mayli. Ko'p gap eshitib keladi obunachilar. Sekinlik bilan o'tib ketamiz obunachilar. Xo'p, mana bu yerdan o'tamiz. Xo'p, bu yerlarda nimalar bor ekan? Bu yerlarda hech nima yo'q. Shunchaki bu yerda labirint bo'lsa kerak obunachilar. Xo'p, bu yerda ehtiyot bo'lish kerak demoqchi edim. Mun qaranglar. Mun qaranglar, yaxshi. Men kutgan anu narsalarda bor. Yaxtakina juda ham ajoyib muzdakina narsalar bitta olamiz. Hoppa, normal, ya'ni endi morojnichalardan ham yeb olamiz. Juda ham isib ketganman sababi yaxtakina muzdakina morojnichalarni olib, ya'ni muzqaymoqlarni olib yeb va asta-sekinlik bilan o'tamiz desam, ehtiyot bo'lish kerak obunachilar. Yaxshi. Bo'lmasa mana bu yerdan asta-sekinlik bilan o'tamiz. Ehtiyot bo'l Kompot. Hoppa, normal oyog'im kuydirib yubordi. Bu yerda nima bor ekan? Bu yerda sandiq. Bu yerda yana juda ham ko'p issiqqina, yaxtakina narsalar bor ekan. O'zi deyarli bular ham isib ketgandir yo isib ketmagan ekan, yaxtakina ekan. Ehtiyot bo'lish kerak. Yana bitta yeb olamiz obunachilar, ehtiyot bo'lib. Hoppa, suvda ham ichib olamiz. Ajoyib. Yaxshi. Mun qaranglar, bu yer juda ham yonayotgan, juda ham yomon atmosfera bo'layotibdi bu yer yonib. Xo'p, qanday qilib o'chiraman yoki qanday qilib ketaman bu yerdan? Obunachilar, mana bu yerda o't o'chiruvchi narsalar bor ekan. Nima qilishimni bilib oldim menimcha obunachilar. Bu yerdagi barcha mana bu olovlarni o'chirishim kerak menimcha keyingi bosqichga o'tish uchun. Xo'p, mana bu yerni ham o'chirish kerak, bu yerni ham o'chirish kerak. Yaxshi, bu yer va yuqorini ham o'chirishimiz kerak. Yaxshi, bu yerlarni ham o'chiramiz. Xo'p, bu yerga shuni mana bunday qo'yib olaman-da. Yaxshi, mana buni o'chiraman va mana bu yerni ham o'chiraman. Ajoyib. Ana endi yana qayerlar qolib ketibdi? Mana bu tom yonayotgan ekan. Mana bu yerni ham asta-sekinlik bilan o'chiramiz. Ajoyib. Xo'p, bu yerdagilarni ham barchasini bitta sekinlik bilan birin-ketin o'chirish kerak. Bu yerda sandiqda juda ham yaxshi narsalar bor ekan. Bularni ham olib olamiz, ehtiyot bo'lib. Yaxshi, mana bu yerni ham o'chiramiz, bu yerlarni ham o'chirib chiqamiz. Obunachilar, ehtiyotkorona. Yaxshi. Bo'lmasa menimcha qolmadi. Mana bu yerda ham qolib ketibdi va mana bu yerda qolib ketibdi va mana bu yerda ham, mana bu yerda ham menimcha qolmadi. Ana endi ajoyib bo'ldi deb o'ylayman. Ajoyib. Xo'sh, obunachilar, cho'tta nimadir g'alati mana shu yerda. Qaranglar, juda ham oddiygina yer bo'lishi mumkin emas. Bilmadim. Menimcha bu yerda qanaqadir anov bo'lsa kerak. Yana yerda qishloqlar ham bor ekan, juda ham qip-qizil bo'lib ketgan. Menimcha mana bu yer tuzoq bo'lishi kerak obunachilar. Mana bu chiziqlarni ortidan yurish kerak menimcha. Ustalada bitta narsa tashib ko'raychi. Albatta obunachilar, men qaranglar, narsalarimiz tushib ketyapti. Mana bu chiziqlarni ortidan yurish kerak. Qaysi chiziqlar deydiganlar bo'lsa, mana bu yuqoridagi chiziqlarni mana ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerdan asta-sekinlik bilan o'tamiz. Mana shu chiziqlar orqali yursak bo'ladi obunachilar. Mayli, bo'lmasa ehtiyotkorona bo'lib yurishimiz kerak, chunki tushib ketmasligimiz kerak. Chunki buni qaranglar, juda ham ko'rinmas blok. Ana ko'rishingiz mumkin, mana bu anavi narvonimni yo'q qilib. Xo'p, yaxshi. Bo'lmasa mana bu yerdan o'tish kerakmi? Qanday qilib o'taman? Mayli, bir nima qilib o'tamiz. Davay, ehtiyot bo'lib o't. Voy. Sanama juda ham yomon-ku. Xo'p, mayli, qayerda edi? Mana bu yerda edi. Sal qolib tushib ketardim bu tomonga. Xo'p, mana bu yerdan o'tamiz-da. Yaxshi. Xo'p, menimcha bu yer. Tushib ketdi. Tushmadim. Mana bu yer ekan. Voy, o't o'chirgich ketdi. Ana obunachilar, bu yerdan ham yana o'tish kerak ekan.
juda ham yomon ekan. Bor mana shu narsa. Mayli, bu bo'lganda ham obunachilar o'tib oldik. Mana bu yer to'g'ri chiziq ekan. Mana shu yerdan to'g'ri o'tamiz. Xo'sh, yaxshi. U qishloqlar, sizlar bu yerda nima qilyapsizlar? Kapot juda ham bu yer issiqda bilasan-a. Ha, issiq. Bo'lmasa mayli, men qaranglar, men morojniy yeyapman, juda ham ajoyib morojniy bilasizlar-ku, issiq emas men uchun bu yer. Mayli, bizga bexabar anovlar edi, mana bu yoqdagina narsalar edi. Yo'q, nimaga sizlarga barchasini berishim kerak? Bitta ham bermayman sizlarga, o'zimga kerak. Bo'lmasa siz mana bu eshikni kaltini bizdan ola olmaysan. Afsus, biza bermaymiz senga. Nima? Eshik kaliti sizlarga bormi? Mayli, bo'lmasa eshikdan o'tishim kerak edi. Agarda bo'lmasa bermasdim, mayli, mana bularni olishinglar mumkin. Mana yoqdagina juda ham ajoyib muzqaymoqlar mana olishim mumkin. Mana suv va yana suv. Menimcha qolmadi. Mana olishim mumkin. Katta rahmat senga. Keyingi bosqichga o'tding. Xo'p, mayli, keyingi bosqichga emas, menimcha finalga kelib qoldim desam, albatta obunachlar mana bu yerda final, ya'ni final emas, tugatdim. Qaranglar, voy. Вообще ajoyib anolar bor ekan-ku mana bu kiyimlar. Xo'p, bularni ko'rib chiqamiz. Obunachlar qani mana buni kiyib ko'raychi obunachlar. Xo'sh, mun qaranglar. Obunachilar. Mayli, bo'lmasa mana bu yerda narsalar bor ekan obunachilar. Buni kiyib ko'rsam, qaranglar, juda ham o'zgarib ketdim. Juda g'alati. Mayli, nima bo'lganda ham obunachilar, mana bu yerdan ehtiyotkorona o'tib ketamiz. Yaxshi, bo'ldi. Ana endi men ketdim, bo'ldi, boshinglardan qolgan narsalar bo'ldi. Opa. Chiqib oldi obunachilar. Juda ham yomon bo'ldi deb o'ylayman. Bilmadim, lekin juda ham odamni nima desam bo'ladi, lanch qilayotgan bu issiqlik. Lekin nima bo'lganda ham obunachilar, mayli, nima bo'lganda ham bularni barchasini olib qo'ydik va tezroq suvga tushmasam bo'lmaydi demoqchi edim. Vau, ajoyib. Yaxshi, bo'lmasa endi biz o'zimga kelganimdan keyin mana bu yoqdagina yerga boramiz. Xo'sh, obunachilar, men o'zimni juda ham ajoyib his qilmoqdaman. Nima ham deydim obunachilar, bo'lmasa mana bu yerga kirib ko'ramiz. Menimcha juda ham ajoyib bo'lsa kerak bu yer ham obunachilar, yoki juda ham ajoyib emasmi? Menimcha juda ham ajoyib. Mayli, bo'lmasa sekinlik bilan o'tamiz. Qaranglar, bu yerni yoqdayligini. Juda ham sovuq ekan bu yer. Yaxshi. Xo'p, menimcha bu yerdagi oddiygina suvdan o'tish kerak. Menimcha bunchalik qiyin emas. Bu nima uchun ekan? Olmalar. Mayli, olmalar bizga kerak bo'lib qoladi. Mayli. Bo'lmasa ehtiyotkordan o'tamiz. Hoy. Obunachilar, suv juda ham yoqda ekan. Sal qoldi-ya. Yaxshi ham mana bu nima uchun olmalar bu yerga qo'yilgan desam, mana bu yerga ana o'tish uchun ekan. Mayli, davay, tezroq o't bu. Sal qoldi-ya, yana tushib ketardim. Yana ana bo'lib ketardim suvga. Mayli, bo'lmasa obunachilar, mana bu yerdan o'tishimiz kerak. Olmachani yeb olamiz o'tishimizdan oldin va endi sakrab o'tamiz. Hoppa, davay. Bu. Chiq. Chiqmay qoldimi? Sal qoldi-ya obunachilar. Mayli, bo'lmasa endi mana bu yerdan o'tishimiz kerak. Juda ham yomon boru, sovuqatib ketyapman boru. Mayli, bu issiqqina yer juda ham yaxshi edi. Xo'p, mayli, mana bu yerdan o'tamiz, mana bu yerlardan o'tamiz va mana bu yerdan o'tamiz. Xo'p, bular nima uchun ekan? Bu yerda mana bu yerda qilichlar va oltin olmalar bor ekan obunachilar. Juda ham g'alati. Mayli, nima bo'lganda ham nima uchun bu yerga berib qo'yilgan bilmadim, mayli. Nima bo'lganda ham mana bularni buzib o'tamiz. Menimcha bularni buzish kerak obunachilar. Nimadirni qidirish kerak menimcha bu yerda. Yaxshi, xo'p, qani qidirib ko'ramiz. Mana bu yerda bor ekan. Tushunmadim. Bu oddiygina kiyim ekan. Bu nima, zanjir kiyimimi? Tushunmadim. Nima uchun bizga mana buni berib qo'ygan? Birorta boss bilan urushayotgan bo'lsa, bunaqa zanjir kiyim umuman bo'lmasdi-da, obunachilar, bo'lmasa umuman yoqmadi menga, lekin mayli, mana bu yerga ham qaraychi. Tushunmadim. Bu nimaga yana temirli, bu almazli bo'lsa bo'lmaydimi? Kerak emas-ya, bo'ldi, yorib tashlayman o'zim. Asabim o'ynadi. Mayli, mana bu yerda menimcha buzish kerak. Obunachilar, mana bu yerda buzish kerak ekan. Mayli, bo'lmasa mana shunday qilib buzib ketaman. Mayli, bo'lmasa boyaki temirli kiyimlarimizni olib olamiz. Yaxshi. Ana yerda ham ana narsalar bor ekan. U yerdagi bormayman, u yerga qaytmayman. Mayli. O'zim yorib tashlayman, qarab turinglar. Xo'p, davay. Bu yo'qqa ket. Shuni yo'lay, keting, davay. Hammani yo'q qo'raman, boru, davay, kel. Hammani aytibman o'zi bitta-yu, nimalar deyapman. Bos, o'zingizni bosing. Hozir ko'rsatib qo'yman sizga. Qorli bos bo'lmay keting. Bo'l. Voy. Buni qaranglar obunachilar. Hamma yerim qor bo'lib ketdi, sovqatib ketyapman, boru. Hozir yorib qo'yaman shu qilgani uchun. Mana sizga va o'zingiz xos ko'rsatib qo'yman sizga. Voy, sanama, davay. Yaxshi. Mana bu yerga tushganda adashmasam, yaxshi. Mana kalit tushdi, endi mana bu yerdan o'tamiz. Ajoyib obunachilar, yaxshi. Ana endi bu yer nima uchun ekan? Ehtiyot bo'lishimiz kerak. Mana qaranglar, bu yerda anolar bor ekan, nima edi? Kiyimlarimni yechib olaydi. Nima desam bo'ladi? Mana bu yerda ventilyatorlar bor ekan. Bizani itarib yuborishi mumkin. Bu yer juda ham sovuq ekan. Juda ham yomon. Ehtiyot bo'lamiz. Voy, shamol bor ekan ventilyatorda aytman. Nima deyapman? Voy, ehtiyot bo'lib o't. Shamollarni qaranglar, juda ham shamollar kelishini.
ehtiyot bo'lishimiz kerak. Bular yana bizani aniq yubormasin, tarib yubormasin deyman-da, tushirib yubormasin deyman-da. Yaxshi. Bo'lmasa ehtiyot bo'lib o'tamiz, opa normalniy. Ana endi mana bu yerdan ham o'tamiz, normalniy. Ajoyib. Ana endi bo'ldi. Menimcha tugadi. Yaxshi o'tib oldim obunachilar, bir nima qilib. Mayli, bo'lmasa bu yer nima uchun? Menimcha men mana bu bilan chiqishim kerak menimcha, ha? Juda ham g'alati. Mayli, bo'lmasa mana bunga minib olamiz va yaxshi davay ketdi. Voy, sanamada ehtiyot bo'lishimiz kerak, ehtiyot bo'lishimiz kerak. Yaxshi. Ana endi bo'pti, bratishka o'zingga. Bratishka qaytdi. Mayli, nima bo'lganda ham obunachilar. Bo'lmasa mana bu yo'llarni menimcha buzish kerak, yana mana bularni. Bo'lmasa yoki chiqmasa kerak, yoki boshqa joydan chiqish kerak desam, mana bu yerdan buzish kerak ekan obunachilar, muammo emas. Xo'p, yaxshi. Men o'tdim obunachilar. Menimcha o'tdim. Qara mana bu sandiqni ochaychi. Ha, obunachilar, men qaraylik, juda ham sovuq narsalar bor ekan. Yaxshi, bo'lmasa bularni barchasini tezroq olishimiz kerak. Juda ham sovuq. Bularni ushlab ham bo'lmaydi. Men qaraylar. Salgina issiq ekan mana bu muzligi ham. Bilmadim, menga shuni tuyulyaptimi, lekin ozginagina issiq ekan. Mayli, bo'lmasa men bir o'tirlar va yana qanaqadir kristallarni olamiz obunachilar. Endi bu yerdan suravermasak bo'lmaydi. Voy, qani qilib chiqaman endi. Voy, mayli. O'sha obunachilar mana bu yerdan o'tib oldim bir nima qilib. Yaxshi. Salgina issiqqina. Davay, tez mana bu yerga kiraylik-da. Davay, juda ham yaxshi. Voy, bu yer juda ham issiq-ku. Voy, nimalar qilyapman? Mayli, nima bo'lganda ham. Obunachilar, sizlarga yoqdim, qaranglar, juda ham zo'r degan qaranglar. Menimcha menga ikkalasi ham bir-biridan qiyin bo'ldi deb o'ylayman. Sababi qaranglar, bunisi sovuq desa sovuq emas, bunisi issiq desa issiq emas. Mayli, nima ham derdim obunachilar, sizlarga qaysi yer yoqdi? Sovuqmi yoki issiq? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Menga qo'yganda shaxsan mana bu issiqqina yer yoqdi. Nima ham derdim obunachilar. Bugun sizlar bilan yana kompot bo'ldim obunachilar. Like, podpiska bosishni unutmanglar obunachilar. O'sha gap kommentariyada yozib qoldiringlar. Barchalaringizni anolaringiz, fikrlaringiz menga juda ham qiziq. O'qib chiqaman. Xayr, obunachilar, sog', salomat bo'linglar. Ko'rishguncha deydilar obunachilar. Xayr.